PUBG Mobile'ning Turu 5 beta versiyasidagi o'zgarishlarni ko'rib chiqamiz. Beta versiyamiz yangilanishni boshladi va bu videoda keyingi yangilanishda qo'shilishi kutilayotgan o'zgarishlar haqida ma'lumot berib o'taman. Undan oldin videoga like bosib, menga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar, chunki bizni 90% odam obuna bo'lmasdan kuzatar ekan. Bu esa juda yomon natija jigarlar. O'shaning uchun ham hoziroq obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Bundan oldingi videolarda Turu 5 versiyaning asosiy rejimi Naruto animesi bilan hamkorlikda bo'lishini aytib o'tgan edik va bu hamkorlikda o'yinga sovrin yo'li va ruletkada anime qahramonlari Naruto, Jiraiya va Sasuke Uchiha'larining skillari qo'shilishi kutilmoqda. Keyingi o'zgarishimiz esa o'yinga tezroq sho'ng'ish va biroz muddat bo'lsa-da tezroq suzish uchun yangi sprint funksiyasi qo'shilar ekan. Ko'rishingiz mumkin, hozirgi versiyamizda bunday qobiliyat mavjud emas va bizni Turu 5 yangilanishda shunday yangi o'zgarish kutmoqda. Uchinchi o'zgarishimiz esa beta versiyamizga yangi o'rgimchak odamning qo'lqobi qo'shildi. Ya'ni bu o'sha o'rgimchak odam yangi kun filmi bilan bo'ladigan kollaboratsiyaning natijasida keyingi versiyada bizni o'rgimchak odam rejimining yangilangan ko'rinishi kutmoqda. Keyingi o'zgarishimiz esa anime bilan hamkorlikdan so'ng Erangel va Livikka Konoha qishlog'i qo'shiladi. Lekin beta versiyamiz hali to'liq yangilanmagani uchun bu eventlar Erangel va Livikning qayerlarida joylashishi hali aniq emas. Beta versiyamiz yangilanganida bu haqida ham video qilib chiqaraman. Videoni o'tkazib yubormaslik uchun esa menga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Turu 5 versiyamizga esa rasman yangilanish 9-iyul sanasida keladi. Xo'sh, bu yangilanish sizga yoqdimi, yo'qmi? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.